bir pul tikilgan ekan shu mashinaga. Nima bu maxluq ha? M8, M5lar ko'chada ko'rib qolsanglar, hazillashib yurmanglar. 1000 plus minus ot kuchi ekan. 300 dan simayli, bir deganda o'tib ketadi ot. Qani ichlarni ko'ringlar. Og'zini bitta pastlatib uchirib aka, bitta ichlarni ko'ringlar. Karbon qilingan, naq 50 mingdan oshiq pul tikilgan. Mana oldlarini ko'rasizlar. Mana bu nomerni eslab qolinglar. Ko'chada ko'rib qolsanglar, hazillashib yurmanglar. 1000 tadan oshiq ot kuchi, 1000 ta plus minus otda 300 dan simayli, bir deganda o'tib ketadi otlar. Egalari. Ishoninglar, ana dunyodagi eng qimmat yuzerni ham, dunyodagi eng qimmat avto yuzerni ham hozir bizda. Profili bilan hozir bizda eng qimmat yuzernamga eng ideal mashinani qo'yamiz. Gap bo'lishi mumkin. Mashalloh. Mashinaga bitta like bosib qo'yinglar. Mani maxluq, mani monster. Mana balonga mazza qildim. Men balonni qaranglar-da, endi mana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima bu, maxluq.